Bu SMS'ni sizga ming hijolat bo'lib, umidsizlikda yozyapman. 11-sinfni bitirmasimdan unashtirishdi. To'y ham o'tdi. Hali tugamagan bolaligim kelinlik, xotinlik va onalik vazifalariga almashdi. Turmush zo'r ekan. Uzoq va baxtli yasha olmadim. Ota uyimga qaytdim. Faqat yolg'iz emas, 2 ta norasida bolam bilan. Chiqqan qiz chiydan nari deb to'g'ri aytishgan ekan. Endi o'zimni va bolalarimni boqishim kerak. Osonroq va tezroq pul toparman deb salonga shogird tushdim. Aytganimdek na o'qiganman va na bir hunarim bor edi. Qiynalyapman, lekin farzandlarimga yaxshi kelajak berishni istayman. Sizni ko'p kuzatdim. Oldingizga borib o'qish orzuyim, lekin hozirgi sharoitim Toshkentga borib o'qishni ko'tarmaydi. Butun hayotim shunaqa sinovlardan iborat bo'lsa deb qo'rqib ketyapman. Onlayn kurslaringizda o'qiganlarni ko'rdim. Onlayn o'qiy olamanmi? Yordam bering. Ruxshona 23 yoshda. Shu va shunga o'xshagan SMSlar juda ham ko'p keladi. O'zbekistondagi 70-80% salon sohasida ishlaydigan ayollar qiz bolaligida bu sohani tanlamagan. U paytlar ularning nazariga bu kirmagan. Aksariyat holda yuqoridagi kabi oilasi o'xshamagan ayollarni tanlovi va bu to'g'ri. Diplom talab qilinmaydigan, ish vaqtini o'zi belgilaydigan va tezroq pribilga chiqadigan hunarmandchilik yo'nalishi bu. Va men sizni qo'llab-quvvatlashga tayyorman. Koloristika sohasini o'rganishingizdagi xarajatlarni kamaytirish uchun qo'limdan kelganini qilyapman. Offlayn va onlayn darsliklarimdan tashqari bepul darsliklar kanalim orqali ham sizga poddershka bera olsam xursandman. Biringiz opam, biringiz singlimsiz. Eng muhimi, farzandingiz kelajagi uchun taslim bo'lishga haqqi yo'q bo'lgan kuchli ayolsizlar. Har biringizga hurmatim cheksiz.